Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qandli diabet, ya'ni sahrli diabet haqida suhbatlashamiz. Qandsiz diabet kasalligi ham bor, lekin aholi orasida ko'proq sahrli diabet ko'proq uchrab turadi. Xo'p, bu muammoli kasalliklar qatoriga kiradi. Soni kundan kunga ortib bormoqda. Chunki hayot tarzimiz, oziq-ovqatlarimiz, yashash muhitimiz qandli diabet kelib chiqishiga olib kelmoqda. Demak, qandli diabet sabablariga keladigan bo'lsak, juda ko'p sabablar bor. Ya'ni polietiologik kasallik deyiladi. Uni sababchilari ko'p. Lekin bitta narsa bor, ikkita asosiy omil bor. Birinchisi, oshqozon osti bezidan insulin ishlab chiqarilishi kamayib ketadi. Oshqozon osti bezini nimadir buzdi. Ko'p ehtimol spirtli ichimliklar, zaharli ovqatlar, shamollashlar, ortiqcha vazn, semizlik, o't qop kasalliklari, boshqa surunkali infeksion kasalliklar sabab bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni qaysidir omil negizida oshqozon osti bezidan insulin chiqishi kamayib ketadi. Bu birinchi omil ekan. Ikkinchi omil bor ekan, bosh miya faoliyatining buzilishi. Qanday desa, ko'proq bosh miyamizda 14 milliard hujayra bor bo'lsa, mana shu 14 milliard hujayrani funksiyalari bo'lingan. Har bir organimizdagi faoliyat bo'lib taqsimlangan har bir hujayraga. Shular qatorida har bir hujayrani darvozalarni ochuvchi va berkituvchi funksiyani bajaruvchi maxsus hujayralar bor. Ya'ni glyukoza qon orqali insulin bilan birikkan holatda inson tanasiga kelib, qon orqali hujayra darvozasiga kelgan payti, o'sha jarayonni aniqlab, hujayra ichiga kirishiga ruxsat beradigan bitta sezuvchi nerv tolaning uchi retseptor mavjud. Mana shu retseptor bosh miyaga impulsni berib, bosh miyamizdagi analiz sintez markaziga axborot yetkazadi. Mana shu axborot qayta ishlanib turib, yana sezuvchi retseptorga impuls jo'natiladi va retseptor hujayra darvozasini ochib beradi. Ochib bergandan keyin biz insulinni, o'sha glyukozani insulin bilan birgalikda kelganligini tasdiqlab qabul qilamiz. Mana shu sikl buzilib qoladi. Ya'ni bosh miyada analiz sintez buzilib ketadi. Qachon buziladi? Ko'proq stress paytlarida, asabiylik paytida. Chunki sahrli diabetga chalingan ko'p bemorlarda suhbatdan keyin aytadi, asabiylashgandan keyin oshib ketdi sahrim degan fikrni ko'p aytishadi. Mana shu ikkita omil bor ekan. Sababchilari asosiy. Endi, xo'p, glyukoza hujayra ichiga kira olmadi va ko'tarilib ketdi. 14, 16, 10 kabi holatlar yoki doim 8 da yuraman degan fikrlar. Buni qanaqa ahamiyati bor desa, bu albatta inson tanasi uchun zararli. Sababi desa, qon tomirlar devoriga taxminan 6 dona glyukoza sig'adi. Lekin 8 dona yoki 10 donani qonda aylanib yurishi qon tomirlar devori tiqilishiga, qon tomirlar devori yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik aytadi, oyoq qo'llarimda uyushishlar, og'riqlar, achishishlar bo'lyapti. Ya'ni sizda oyoq qon tomirlaringiz devorida tiqilishlar kuzatilyapti. Ko'proq kapillyar qon tomirlarda ketadi bu jarayon. Ya'ni yirik tomirlarni berkita olmaydi. Asosan soch tolasidan kichkina bo'lgan kapillyar qon tomirlar devori berkilib, mana shuni negizida boshqa kasal jarayonlar rivojlanadi. Endi sahrli diabetning belgilarini ko'pchilik biladi. Og'iz qurishi, chanqash, oyoq qo'llarda uyushish, og'riq kabi belgilar. Endi xo'p, bundan tashqari bu belgilarda boshqa kasalliklar ham chaqirishi mumkin-da. Lekin agar qandli diabetga chalingan bo'lsangiz, sizda bilingki, kapillyar qon tomirlar devorida baland yurgan glyukozani hisobiga tiqilish boshlandi. Endi har bir hujayra asosan kapillyar tomirlardan ozuqa, kislorod, vitaminlar va ovqatni o'ziga qabul qiladi. Kapillyar devori berkilib borgan sari hujayralar o'lib boradi. Ko'pchilik sahrga uchragan bemorlar aytadi, ko'rish yomonlashdi deydi. Ya'ni ko'zda kapillyarlarda qon aylanishi buzilib, bemor ko'zi xiralashishni boshladi. Keyingi nishon a'zo miya, ya'ni asabiylik, stress, bosh og'riq, xotirani buzilishi ko'payib ketyapti. Chunki miya hujayralarida hujayralar o'limi boshlandi. Kapillyarda hujayraga ozuqa bormayapti va shuni hisobiga hujayra o'lib qolyapti. Keyingi nishon a'zo buyrakimiz ekan. Ya'ni buyrak asosan nefropatiya holati bo'ladi. Buyrakdagi nefronlar o'limi, hujayralar qonni tozalay olmay qoladi. Ya'ni buyrakdagi kapillyarlar tiqilishi hisobiga. Keyingi a'zo yurak. Yuragimiz ham eng ko'p nishonga uchraydigan a'zolardan biri bo'lib, yurak qon tomir kasalliklariga, ayniqsa davleniyani chaqiruvchi sabablardan biri sahrli diabet hisoblanadi. Oyoqlarda qanday jarayon ketadi desa, asosan oyoq tomirlarida tiqilish hisobiga oyoqlarda qizish ko'payib ketadi. Karaxtlik ko'payib ketadi ba'zi holatlarda va og'riqlar doimiy hamroh bo'lib qoladi. Endi xo'p, qandli diabetga chalingan bemorlarga tuzalib ketadimi o'zi degan eng dolzarb masala bor. Endi bu shaxsiy tajribadan kelib chiqib aytaman. Yangi aniqlangan paytda sahrda yo'qolib ketish ehtimoli 90% gacha. Chunki o'zimda amaliyotimda yangi aniqlab kelgan bemorlarda
dori-darmonlar qilganimizda 90% gacha qandli diabet yo'qolib ketdi. Chunki surunkali bo'lib ketganlarda yo'qotish ancha qiyin. Nimaga deganda, organizm dori-darmon qabul qilgandan keyin, sahrni o'rnini bosuvchi tabletkalar qabul qilgandan keyin o'rganib qolish, ya'ni ayyor fenomen degan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni o'zi endi insulin ishlab chiqarishni to'xtatib qo'yadi. Mana shuni negizida eski sahr, uzoq yillar sahr bo'lgan bemorlarda davolash qiyin, yangi aniqlangan bemorlarni davolash oson. Faqat orada tabletkaga o'rganib qolmaslik degan narsa bor. Tabletka qancha ko'p qabul qilib borgan saringiz organizm o'zi insulin ishlab chiqarishni butunlay to'xtatib boradi. Shuning uchun yangi aniqlanganda iloji boricha yo'qotib yuborishga harakat qilgan ma'qul. Endi xo'p, demak davolash mana shu tomonlama ekan. Bu kasallikka chalingan bemorlarga eng ko'p tavsiya etiladigan narsa ertalab va kechga piyoda yurish. Chunki piyoda yurish orqali kapillyar qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilaymiz. Yirik tomirlarga unchalik aloqasi yo'q, sababi yirik tomirlarda qon biz yotgan holatda kunimizni o'tkazsak ham bir xilda aylanaveradi. Lekin soch tolasidan kichkina bo'lgan tomirlarda qon faqat inson harakatlangan paytda yaxshi aylanadi. Bu orqali biz yurish orqali ham bitta narsaga sharoit yaratib beramiz. Glyukozani hujayra ichiga kirishiga majburlaymiz. Chunki ishlagan hujayra rasxod qiladi va glyukozani talab qiladi. Shuni hisobiga katta e'tibor, ochlik holati hisobiga bosh miya hujayralarga e'tibor qaratadi va qondagi glyukozani o'zlashtiradi va sizdagi sahr pasayishni boshlaydi. Mana shu kabi holatlar mavjud. Endi qandli diabetga uchragan insonlarga yana bir narsa, ko'proq o'simlik mahsulotlar iste'mol qilinglar. Chunki o'simlik mahsulot oshqozon ichak faoliyatini kuchaytiradi va bu orqali qandli diabetga bo'lgan moyillikni kamaytiradi. Ko'proq shirinliklar iste'mol qilishdan tiyiling. Hazmi qiyin bo'lgan ovqatlar iste'mol qilishdan tiyiling. Ko'p normadagi suyuqliklarni iste'mol qiling va bir umr sahrli diabet sizda asorat bermasdan yashashi mumkin. Chunki sahrda borligini hech qanaqa zarari yo'q. Faqat uni ko'rsatgan asoratlari insonlarning o'limiga sabab bo'ladi. Barchaga sog'lik tilaymiz.